Siz har kuni tish yuvsangiz ham negadir tishlaringiz borgan sari sarg'ayib ketadi. Agarda sizning ham tishlaringiz sarg'ayib ketayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Agarda bu videoni siz oxirigacha ko'rsangiz, pulingiz va tishingizni asrab qolgan bo'lasiz. Assalomu alaykum. Men Farruh Hochilov, vrach stomatolog. Bugun sizlar bilan ko'pchilik bemorlarni qiynayotgan savollardan biri tishlar nega sarg'ayib ketadi? Shu mavzuda sizlar bilan suhbatlashamiz. Ha aytgancha, tishlarning sarg'ayishi faqat bu gigiyenaga bog'liq bo'lgan narsa emas. Xo'p, birinchi navbatda bilishimiz kerak bo'lgan narsa tishlarning rangi o'zi aslida qanday bo'ladi? Shu haqida ozgina gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda bilamizki, tish asosan ustki, ya'ni bizning ko'zimiz ko'rib turgan qavat ikkita asosiy qavatdan tashkil topgan, emal va dentin qavatlardan. Tishning asosiy qismini tashkil etuvchi qavat bu dentin qavati bo'lib hisoblanadi. Ya'ni dentin qavatining bu asl rangi o'zi aslida sariq bo'ladi. Uning ustini qoplab turuvchi emal esa, ya'ni himoya qavati esa shaffof oq rangda bo'lib hisoblanadi. Ya'ni inson qanchalik yoshlik vaqti emal shunchalik qalin bo'ladi va tish shunchalik oq rangda bo'lib bizga ko'rinadi. Bo'lgan sari esa, ya'ni yosh katta bo'lgan sari emal bora-bora yupqalashib, dentinning asl rangi yuzaga chiqa boshlaydi va shu tariqa tishlarning rangi yosh o'tgan sari sarg'ayishga moyil bo'lib hisoblanadi. Endi gapiradigan mavzumiz tishlar nima sababdan sarg'ayib ketadi. Buning asosi va ko'p uchraydigan asosiy 5 ta sababi bo'lib hisoblanadi. Bularning eng dastlab birinchi uchraydigan sabablardan biri ichimlik va ovqatlanish tarkibi. Ya'ni biz iste'mol qilayotgan yoki bo'lmasa tanovul qilayotgan taomlarimiz yoki ichimliklarimizning tarkibi tishlarning sarg'ayishiga ham olib kelishi mumkin. Bulardan dastlab birinchilari choy, qahva, kola va energetiklar. Bu mahsulotlar tishlarning rangini sarg'ayishiga sabab bo'luvchi eng dastlabki mahsulotlar bo'lib hisoblanadi. Yoki bo'lmasa kundalik hayotimizda eng ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz mana shu quyidagilar bo'lib hisoblanadi. Keyingi asosiy sababi bu chekish. Tamaki tarkibida nikotin va simola tishlarning eng tez sarg'ayishga sabab bo'luvchi omillardan bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ko'p sigareta yoki bo'lmasa boshqa tamaki mahsulotlar chekuvchi insonlarda tishlarda juda ham sariqlik alomati ko'zga tashlanadi va bu estetik jihatdan juda ham xunuk bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa noto'g'ri yuvish. Noto'g'ri yuvish nima degani? Noto'g'ri yuvish biz tushkasini noto'g'ri tanlaymiz yoki bo'lmasa tish yuvish texnikasini yaxshi bilmaganligimiz tufayli ham tishlarimizda ozuqa qoldiqlari yaxshi tozalanmaydi va shu tariqa tishlarning sarg'ayishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi esa yosh o'tishi. Ya'ni yosh o'tishi bu nima? Yosh o'tishi bu yuqorida aytganimdek, yosh katta bo'lgan sari tishlarning emali yupqalashadi va dentinning asl rangi yuzaga chiqib boradi. Shu sababli ham yosh katta insonlarda tishlarning yoshlikdagi ranglari yo'qolib, borgan sari tishlar sariqdek ko'ziga ko'rinib boradi. Keyingisi esa dori vositalari. Dori vositalari nima degan? Dori vositalar asosan inson yoshlik vaqti yoki bo'lmasa katta bo'lgan vaqtlar antibiotiklar ham ta'sir qilishi mumkin. Ularda masalan tetrasiklin yoki bo'lmasa bolalar yoshligida ko'p antibiotik olganligi sababli ham katta bo'lgandan keyin tishlarning rangi yo'qolib borishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar yosh bolalar antibiotik bilan foydalanish jarayonida ehtiyotkorlik talab etiladi. Agarda bu narsaga e'tibor berilmasa, bola katta bo'lgan sari tishlarining oqligi yo'qolib, tishlari juda ham estetik jihatdan xunuk ko'rinib, sariq rangda bo'lishiga sabab bo'lib qolishimiz mumkin. Endi gapiradigan mavzumiz xalqona tish ovqatlanish usullari bu nimalardan iborat? Ko'pchiligimiz uy sharoitida yoki bo'lmasa turli xil video, internet ma'lumotlardan bilgan holda soda, limon, tuz bilan tish ovqatlanish mumkin degan turli xil nazariyat yoki bo'lmasa turli xil xalqona usullar bor. Bular ko'pincha tishga foyda berishdan ko'ra tishga ko'pincha zarar yetkazishi mumkin. Sababi ular tishni juda ham sezgir qilib qo'yadi. Ya'ni tishning emalidagi teshikchalarni ochib, issiq sovuqqa tishlarimiz juda ham sezgirligini oshirib yuborishi mumkin. Keyingisi esa ovqatlanish qisqa muddatli bo'ladi. Ya'ni biz xohlagandek uzoq vaqt tishlarimiz oppoq rangini saqlab turmaydi. Bu keyingisi eng asosiysi esa tishlarning emalini yemirib tashlashi va buning natijasida esa tishlar karies kasalligi juda ham moyil bo'ladi va tishlarimiz juda ham tez kasallanib ketishi mumkin. Xo'p, endi savolda bo'lishi mumkin. Tishlarimizni qachon oqartirishimiz kerak? Tishlarni birinchi navbatda oqartirishdan oldin
shifokor bilan maslahat qilish juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Biz shifokor bilan maslahat qilishimiz orqali tishlarimizning holatini, ulardagi tosh bor yo'qligi yoki bo'lmasa ularda karashlar bor yo'qligini yaxshilab tekshirib, toshlar va karashlardan xalos bo'lgandan keyingina tishlarni oqartirishni boshlashimiz mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa milklar sog'lom bo'lishi kerak. Milklarda hech qanaqa milk qonashi bilan bog'liq kasalliklar bo'lmasligi yoki bo'lmasa gingivitning turli xil belgilari kuzatilmasligi va eng asosiysi milklar juda ham sog'lom holatda bo'lishi kerak. Bu ham oqartirishga ko'rsatmalardan biri bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa karies yo'q bo'lishi kerak hech qaysi tishimizda. Ya'ni agar bironta tishimizda karies bo'ladigan bo'lsa, biz tish oqartirish jarayonida o'sha kariesga uchragan tishni og'riqli jarayonni qo'zg'atib qo'yishimiz yoki bo'lmasa boshqa holatlarga sabab bo'lib qolish mumkin oqartirish jarayoni. Xo'p, tishni sarg'ayishni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda kuniga 2 mahal to'g'ri tishni yuvishni ta'minlashimiz zarur. Ya'ni to'g'ri yuvish degan ma'noda doimiy ravishda ozuqa modda iste'mol qilganimizdan so'ng yoki bo'lmasa turli xil ichimliklar iste'mol qilganimizdan so'ng tishlarni yaxshilab toza yuvishga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni tishda hech qanaqa ovqat qoldiqlari qolmasligi, ichimlik tarkibidagi shakarning esa tishlarimizga yopishib qolmasligini ta'minlab berishimiz kerak. Va shundagina tishlarimizda sarg'ayishni oldini olgan bo'lamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, oqartiruvchi pastalarni haftasiga 2-3 marta doimiy ravishda qo'llab turishimiz juda ham muhim. Sababi vaqt o'tgan sari biz tishlarimiz qancha gigienaga rioya qilishimizdan qat'iy nazar tishning emal qismida ma'lum bir miqdorda turli xil ovqat qoldiqlari yoki bo'lmasa boshqa narsalar yig'ilishi mumkin. Shular yopishgan taqdirda oqartiruvchi pastalar ularni eritib yuboradi va tishlarimizning rangi oppoq va chiroyli bo'lishini ta'minlab berishadi. Ikkinchisi esa keyingisi 6 oyda bir marta professional tozalashni amalga oshirishimiz kerak. Bizda ko'pincha insonlar juda ham toshlar ko'payib ketganda yoki bo'lmasa tishlarida qora dog'lar paydo bo'lgandagina stomatologga murojaat qilishadi. Bu juda ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun har 6 oyda kamida bir marotaba professional tozalov qilish bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Keyingisi chekishni kamaytirish. Imkon qadar chekishni kamaytirish ham tishlarimizni sarg'ayishini oldini olishga bo'lgan eng katta qadamlardan biri bo'lib hisoblanadi. Va eng asosiy yuqorida aytganimizdek, juda ham muhimi shifokor ko'rigi bizga juda ham kerak. Ya'ni shifokor ko'rigida biz tishlarimiz holatini aniq oqartirish kerak, nimalarga amal qilishimiz kerak, nimalar yeyishimiz kerak, nimalar ichmasligimiz kerak, shular haqida shifokor bizga doimiy maslahatlarni beradi. Agarda siz ham shunaqa noqulay holatlarda, ya'ni tishingiz sarg'ayishdan xijolat bo'layotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa estetik jihatdan qanaqadir muammo kuzatilayotgan bo'lsa, siz albatta shifokorga borishingiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda siz tishingiz sarg'ayishini asl sababini aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni chekishdanmi yoki nimadir iste'mol qilishdanmi yo ovqat tarkibidagi qaysi mahsulotlar tufayli bizning tishimiz sarg'aymoqdami, shu haqida ma'lumotga ega bo'lganimizdan so'ng shu zararli bizga ta'sir etuvchi vositani kamaytirish orqali biz tishimizni sarg'ayishni oldini olgan bo'lamiz. Va shundan so'nggina professional oqartiruvni amalga oshirsak, bizning sog'lom va go'zal tishlarimiz go'zalligi yana ham chiroyli nur qo'shiladi. Shuning uchun agarda bu video sizga juda ham ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing va yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shuning uchun doimo tishlaringizni asrang. Sog' salomat bo'ling.